hasadgo'yni yomonligidan, hasadni yomonligidan va hasadgo'y bo'lib qolishlikni yomonligidan Alloh taolodan panoh tilaymiz. Hasadni sen tark qilmasang, u seni tugatadi. Qabrgacha olib boradi. Shuning uchun hasadni ertaroq tark qil. Hasad orqali qanaqa katta gunohlar sodir bo'ldi. Hasad o'zini egasiga nimalarni berdi-ya? Birinchi qotillik ham hasad sababli bo'ldi. Yaqub alayhisalomning o'g'illari o'zlarining ukasi Yusuf alayhisalomni quduqqa tashlashdi. Nima sababdan? Hasaddan. Yaqub alayhisalom o'g'li Yusuf alayhisalomni ko'proq yaxshi ko'rar edi. Shu hasad tufayli o'zini ukasini quduqqa tashlashga tayyor bo'lishdi. Birodarlar, o'zini jigarini, o'zini akasiga, ukasiga hasad qiladiganlar ham bor. O'lgani yaxshi, o'lgani yaxshi. Hasadda ham turlari bor-da. Birovga zarari yo'q hasad bor deydi, birovga zarari bor hasad deydi. Ahli kitoblar, Yahudi va Nasroniylar Muhammad alayhisalomga iymon keltirishidan ularni nima to'sdi? Hasad to'sdi. Vaholanki Tavrotda ham, Injilda ham Muhammad alayhisalomning alomatlari aytilgan edi. Aytadigan so'zlari, qiladigan ishlari, hamma alomatlari bor edi. Lekin nimaga iymon keltirishmadi? Hasad tufayli. Demak, inson hasad tufayli iymondan mahrum bo'lib qoldi. Ahli kitoblar haqligini bilib turib hasad tufayli iymondan yuz o'girishvardi. Iymondan yuz o'girishvardi-ya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hasadgo'y mendan emas. Hasadgo'y mendan emas. Boshqa hadislarda aytadilar, modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Odamlar orasida hasad bo'lmasa, odamlar orasida yaxshilik bo'ladi. Hasad bo'lmasa, bir-biriga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Bir-biriga hasad qilishmasa, saodatli bo'lishadi. Birodar, hasadgo'y bo'lma. Hasadgo'y bo'lish faqat sen o'zingni baxtsiz qiladi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadis juda ko'p aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar o'tirishgan edi. Rasululloh aytdilarki, hozir oldinglarga jannatiy bir odam chiqib keladi dedilar. Shunda qarab turishuvdi, soqollaridan tahorat suvi oqib turgan, kavushini qo'ltiqlagan bir kishi chiqib keldi. Oddiy odam. Bu falonchi sahobalar emas, oddiy bir ansoriy. Ertasi kuni Rasululloh haligi so'zini qaytardilar. Yana haligi odam kirib keldi. 3-kuni ham shu gapini qaytarganlarida haligi odam kirib keldi. Shunda Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu, bu nima ishi bor ekan bu odamni? Bu Abu Bakr Siddiq emas, Umar ibn Xattob emas, hali kibor ashara-i mubashshara bo'lgan sahobalardan emas, oddiy bir inson. Orqasidan borib, birodar, otam bilan kelisha olmay qoldim. 3 kun uyga kirmayman deb men o'zimga ahd qildim. Shu 3 kun siz bilan turib tursam uyingizda dedi. Haligi ansoriy ko'ndi. 3 kecha u kishi bilan birga yotib turdi. Tunda qiladigan amallari bormikin, bir sadaqasi bormikin, bir xos bir zikri bormikin, bir nima amali bor ekanki, tashqarida hamma qatorilar yuradi. Lekin Rasululloh 3 marta jannatiy odam kiradi desa, o'sha odam kirib kelyapti. 3-kun bo'lganda ham hech qanday ishlarni ko'rmadi. Shunda Abdulloh ibn Amr aytdiki, otam bilan hech qanaqa gap o'tgani yo'q o'rtamizda. Men Rasululloh 3 marta hozir oldinglarga jannatiy odam chiqadi deganida siz kirib kelganingizni ko'rdim. Shunda sizning uyingizda bir qanaqa ishingiz bor ekan, biz bilmaydigan, shuni bilgani keldim deganida haligi ansoriy, siz ko'rgandan boshqa amalim yo'q. Faqat dedi, musulmonlardan biror kimsaga gina kudrat saqlamayman. Hech kimga nisbatan unga Allohdan yetgan yaxshilikka hasad qilmayman dedi. Abdulloh ibn Umar aytdi, sizni mana shu maqomga yetishtirgan narsa shu xislat ekan.